Hozir bir kitob o'qib o'tirgandim. Kitobdagi bitta joyi diqqatimni tortdi. Ya'ni kitobda yozilishicha, yozib o'qib ham beraman. Dunyo deydi, sen tirikligingda, sen haqingda gapiriladigan emas, sen o'tganingdan keyin orqangdan gapiriladigan joydir, deb yozilgan. Ya'ni bu nimani bildiradi desa, endi o'zimni fikrimni aytmoqchi edim. Odamlar siz tirikligingizda siz boy bo'lishingiz mumkin, sizni amalingiz, mansabingiz bo'lishi mumkin. O'shalar uchun ham sizda yo'q sifatlarni, sizda o'sha bo'lmagan fazilatlarni gapirishi mumkin, ya'ni sizni maqtashi mumkin. Lekin o'tgandan keyin, inson vafot qilgandan keyin baribir u asl yuzi ochiladi. Insonni qanaqa bo'lganligi. Agar u yaxshi odam bo'lgan bo'lsa, uni yaxshiligini kimdir o'lgandan keyin ham qoralamoqchi bo'lsa, baribir bunga qarshi chiqadiganlar topiladi. 2 kishidir, 3 kishidir, 4 kishidir. O'lgandan keyin o'sha odamning nomini qoralamoqchi bo'lishi mumkin. Lekin qolgan u mahallasidagilar, uni tanigan, bilganlar, uni yaxshiligini ko'rganlar baribir bunga yo'l qo'ymaydi. O'sha insonni yomonotlik qilishga yo'l qo'ymaydi. Lekin tiriklikda o'zi asli yomon bo'lib turib, o'zini yaxshi ko'rsatishga urinib yurgan bo'lsa, buni foydasi yo'q. Chunki o'lgandan keyin baribir u insonni o'sha uni maqtab yurganlarga hech qanaqa manfaati tegmay qolgandan keyin baribir uni asli yuzi ochiladi. Juda yaxshi kitob ekan. Fotih Dumanning Lol kitobi.